السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allohim Muhammad ummatini mening hukmronligimda halok qilma. Allohim qurg'oqchilikni uzoq davom ettirma, bizni bu balodan xalos et. Allohim qurg'oqchilikni uzoq yillar davom ettirma, bizni bu balodan xalos et. Holdan toydingiz. Bunaqada o'zingizni halok qilasiz. Non bilan sariyog'dan boshqa narsa yemayapsiz. Rangingiz ham o'zgarib ketdi. Ozgina go'sht bilan yog' yesangiz, Yo'q, men qasamimga sodiq qolaman. Odamlarning ahvoli yaxshilanmaguncha go'sht ham, yog' ham yemayman. Qo'l ostimdagilarning ahvoliga tushmasam qanday qilib ularning dardini his qilaman?